Xullas, detokslarni, omegalarni birgalikda kompleks qilib ichsanglar, foydasi judayam katta bo'ladi. Mana menga o'xshab, mana qancha bo'ldi? Menimcha 2 hafta bo'ldi, 2 haftani ichida -1,5-2 kilo deb почти. Bitta o'zini ham ichsanglar bo'ladi, ya'ni detoks bilan kokteyl. Endi uni mutaxassis yaxshi biladi. Sizlarga qaysi biri zo'r foyda berishini. Menga misol uchun Mahfuz aytdi. Nigor, kompleksni iching, ya'ni Drying Effect, Detox, Omega, Beauty anaqani iching hammasini. O'shanda foydasi zo'r bo'ladi. Kokteyllar vaqti-vaqtida iching. Men aytgan bo'yicha ichsangiz, haqiqatan effekt qilib beraman. Agar men aytgan bo'yicha qilmasangiz, men sizga effekt qilib bera olmayman. Mana ichib yurgansiz-ku, effekti bo'lmagan-ku deyapti. To'g'ri dedim, effekti bo'lmagan. Endi qanaqa effekt bo'lgan? Atyoklarim ketgan, lekin kiloim ketmasdi. Uni aytgan bo'yicha